Assalomu alaykum texnika ishqibozlari. Bugungi ishlarimizda Xinyu ekskavator Xitoy sborka bo'ladi. Bu texnikamizga qilib bergan ishlarimiz balansirovkalar ishlamas ekan. Balansirovkalarni Xudo xolasa magnit klap bilan qo'yib balansirovkalar ishlaydi xoh berdi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Tormozlar ham umuman ishgaroq holat kelib qolgan. Xudo xolasa ana tormozlarga tirishotkalarni qo'yib, energiya akkumulyatorlarini qo'yib, moshina ishlaydi xoh berganmiz. Bu yoqqa mana zashnigini yo'q qo'ydi hozir. Yangi energiya akkumulyatorlarini qo'yib, tormozlarni ham ishlaydi qo'yib berdi. Xudo xolasa kompressorlarni ham yangi qo'yib yuborganmiz. Remontga chiqmaydi o'zini kompressori. Kimdan kim shunaqa Xitoy ekskavatorlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ko'pchilik ustalarga ko'z tushgan, buni tormoz sistemasini tushunmaymiz deyishgan. Biz texnika tanlamaymiz. Shunaqa ekskavatorlar bo'lsa, gidravlika, elektr qism, ходовой, tulka, rastochka xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ishini ham Xudo xolasa sifatli garantiyali qilib bitirib beramiz. Bu yoqdagi texnikamiz ham tormoz muammosi bilan kelgan. Xudo xolasa uni ham video davomida joylaymiz. Bu texnikamiz inshaalloh Xudo xolasa zo'r chiqdi, bitdi. Egalariga topshirdi. Xudo xolasa bu texnikamizni ham boshlab video qilamiz.